Assalomu alaykum dada, yaxshi. Nevaralarim qani mana? Nimasini yaxshi ko'rasiz ularni? Ular biz uchun o'ch oladigan insonlar-ku. Yomon ko'rib o'ladim. Dada, Qanaqa o'ch? Nima bo'ldi? Muhammad Alining tish chiqibdimi deyman, kechasi bilan uxlatganingiz, uxlaganimiz yo'q. Maftur, keti. Eshit. Yana bitta. Muhammad Alining tish chiqibdimi deyman, kechasi bilan uxlagani yo'q. Uxlaganimiz yo'q kechasi bilan. Bugun ishga borishim kerak. Hali boshliqqa bugun atchot topshirishim kerak. Gilamlarini so'ra qaytadim. Gilamlarimiz qani? Hamma joyga sip tashab Bitta shirinlik olib beradigan joy emasmi, ha? Parkka olib boramiz. Yuringlar, kiyininglar, parkka olib boramiz. Keyin baqirmanglar. Baqirma, jim. Hey. Emne baqirganda hamma eshitadigan qilib baqiringlar, mana yerga sudralib yig'laylar. yo'lga kirishinglar. Ha, yerga sudralsang usting kirib bo'lmasligi uchun ham olib beradi-da. Ey, turinglar. Voh, baqir balar. Bu xona nima bunaqa toza? San tez o'yinchoqlarni yo'y. Sen kraskalarni yuvib surtib tashaqaymi? Uydagilarni urishsa, o'zimiz ajratib olamiz. Agar uni ursa biz tarafga qarab qo'chinglar, xayrmi? Dadasi. Xonani nima qildingizlar? Qo'shiniy masalani hozir pastga tushing. Hozir Bilmasdan qilgan. Bola urushi bo'lmaydi. Ha, Dadang bilan o'yinchi sizlardan yoshini shirinlik yemoqchi. Asos olindi. Keling.